Bu texnikaga har 250 motosoatda texnik xizmat ko'rsatish lozim. 100 motosoatdan keyin o'tkaziladigan birinchi texnik xizmat ko'rsatish bundan mustasno. Har bir texnik xizmat ko'rsatishda motor moy filtrini, yonilg'i filtrlarini, отстойникlarni almashtirish kerak bo'ladi. Pilotning filtr har 1000 soatda almashtiriladi. Havo filtri har 500 soatda yoki ifloslanishga qarab almashtirilishi kerak bo'ladi. Havo filtrining 2 bardan past bo'lmagan bosim bilan 5 martadan ortiq bo'lmagan marotaba tozalash mumkin. Motor moyi qopqog'i ochilib, ichkarida maxsus krannik yordamida osongina bo'shatib olish mumkin. Krannik qopqog'ini yopgandan so'ng yuqori qismdan motorning yangisini qo'yish mumkin. Texnik xizmat ko'rsatishda transmission moylarini ham almashtirish juda ham qulay. Ushbu shlang yordamida maxsus krannik ochilgandan so'ng idishga eskirgan moy quyib olinadi. Yana krannik yopilgandan so'ng yuqori qismdan yangi moyni quyish mumkin. 85 ga 40 yoki 80 ga 140 qovushqoqlikdagi moy burilish reduktoriga har 500, 1000 va 2000 motosoatdan keyin o'zgartiriladi. Gidromoyni almashtirish uchun ushbu qopqoq yechiladi. Qovushqoqligi 46 ga 32 bo'lgan ISO VG markali 210 litr hajmdagi gidromoy har 2000 motosoatda almashtiriladi. Bu qopqoq ostida gidrobak filtri har 500 soatda almashtiriladi. Hadovoy motor moyini almashtirish uchun ushbu boltlar ko'rib turganingizdek yozuvi to'g'ri joylashgan holda bu bolt pastda, bunisi o'rtada va bu qismi yuqorida joylashgan holda barchasi ochiq holatda bo'lishi kerak. Pastdagi bolt orqali eski moy to'kib olinadi va uni yopgandan so'ng ikkita bolt ochiq qoladi. Yuqori bolt qismidan moy quyiladi va ko'rib turganingizdek moy me'yor qismi shu yerda ko'rsatiladi. O'rtacha 5,5 litr atrofida moy ketadi. 85-90 yoki 80 ga 90 qovushqoqlikdagi moy quyiladi. Moy har 500, 1000, 2000 motochasda almashtiriladi. Ekskavator qimmat texnika bo'lganligi uchun unga texnik xizmat ko'rsatish bir muncha murakkab jarayonlarni o'z ichiga olgan. Texnik xizmat ko'rsatish uchun yaxshi mutaxassisni jalb qilgan ma'qul. Aks holda qimmatroqqa tushishingiz mumkin.